Assalomu alaykum, hurmatli bizni YouTube kanalimiz obunachilari, charchamaysizlar, omonmisizlar. Bemalol maza qilib joylashib olinglar. Ishinglar bo'lsa, ishlarni qilib turib, keyin ko'rsanglar ham bo'laveradi bu videoni. Sababi hozir bugun men sizlarga sinfdoshlarimning to'yini bir obzorini qilib bermoqchiman. Bu bo'lmagan kant edi ichki yerda. Ya'ni qanaqa? Hozir men Andijon viloyati Asaka tumani, o'zim tug'ilib o'sgan Qoratepa qishlog'idanman. O'to'ringlar bolalar. Bizda mana shunaqa bir syomka qilayotganda bu endi tabiiy holat, qadrdonlar. Chiqdimi? Pishdingsi, hamma ichib ketasan ertaga. Seni istab kelishadi uyingga. Chiqib qolding-ku. O, tepaga jo'natayotgandim videoni. Pishdingsi. Oting nima edi? Abdulla. Nima edi? Bo'p, pishdingsi. Qoch tezroq hozir, qoch. Qoch. Bugun sinfdoshim uylanyapti, Maqsudbek degan oshnam. Sinfdoshlar 20 kishimiz. 17-chi uylanyapti ekan, yana 3 tasi qolyapti. Xullas, bu bizning to'ylar qanaqa urf-odatlar bor bizning to'ylarda. Ba'zi bir paytlarda storieslarga joylasam, "Shunaqamisizlarda" deydi. Shunga bir ko'raman. O'zingizlardagi urf-odat bilan solishtirasizlar, kimda qanaqa qiziq chiqargan. Bugun Mazariyada, ya'ni bizda to'y o'zi ertaga, bugun 7-aprel, ertaga 8-aprel, to'y ertaga, bugun Mazariyada. Ya'ni to'ydan bir kun oldin kelin tomonidan mazar keladi bizda. Kimlardir buni ziyofat deyshadi. Qaysidir tumanlarda, viloyatlarda to'ydan bir kun oldin ziyofat deyshadi. Bizda Mazariyada deb tilimiz chiqqan, Mazariyada deymiz. Bir labo narsa keladi. Kuyov bilan oshnalari, qandashurular, kuyov bilan aka-ukalarning oshnalari o'tirib yeyiladi. Bugun endi bu yerda otarda bo'lyapti. Endi biz otarda degani bizda bazmli boshqa joylarda bazmli deyishib qo'yadi. Biz endi o'yin kulgi bilan bo'lar ekan, ertalabda nonushta, zakis, fotosessiya, kuyov narkar, mana shu bazm hammasini ham ertaga yoritaman. Kuzatib turinglar. Do'stlar, ichkariga kiramiz, ish avjida ketyapti. Mana kuyov bola. Mana kuyov bola. Kuyov bola, tabriklaymiz. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bu Idriya kech uylanagan sababi 98, biz ham biroz kichkina bu. Asl uchun kech uylanyapti bu. Bo'lsa aytaveradi. Biz ham o'ppalyapti. Mana, ha, kuyov bola. Bo'ldi, siz bemalol. Baqa o'tamiz, ha. Maydonda sinfdoshlarida mana shu yerda nafas olib turganlari, doim to'y tadbir, bilasa bo'lsa doim keladiganlari ajralib turadi har doim. Hammada bor kelganligi. Oxirida ba'zanga keladiganlari bor, ular boshqa sostav. Mana. Qizlar ko'rib turgan bo'lsa, bo'yi 1.75. 97-yil. Rossiyada monolitda chertojnik bo'lib ishlaydi, kalla kuchlidir, chertojnik. Oddiy qurilishda emas. Yaxshi pul topadi, 1.5 ming dollardan oylik topadi oyiga. Uylanmagan, qiz topolmayapmiz. Qarab qo'y. Mana. Qizlar bo'lsa qachkina. Mana iblos ikkinchisiga so'rayapti. Birinchi uylangan baxshil. Tishimiz chiqmasdan uylangan. Biz bu uylangandan keyin buni taniganmiz. Bungacha tanimaganmiz. To'xtatmay turing. Ertaga to'y kapada bo'ladi. Mana do'stlar, mana. Mana agar o'tadi, agatlar bor edi. Endi shunaqa Navesda to'y qilamiz deyilgandan keyin niyat qilgani oshnam. Mandaqada tekizlab chiqyapti Humoy Mirzo degan oshnamiz. Mana sindoshim, tekizlavring. Ko'rib qo'yaylik. Bo'ldimi? Ha, juda kech qolibmiz do'stlar, kuzatib turinglar. Hal payonda tortishlar bor, uni ham qo'yaman. Do'stlar, mana hozir kech kiryapti. Kelin tomonidan mazarlar kelgan ekan. Biz kelganimizda bilmaganda mana kuyov bilan sarpar o'zlari berib olgan bo'ladi. Ism rasmi qilib, keyin boshqatdan qaytarib berib oladi hammasini. Mana bu narsalar, mana kuyov bilan oshnalariga chachiqlar, meva-cheva, narsalar, tushli, po'chli, somsa, shashli balobatlar, meva-cheva, suv, shularni endi xonalarga joylaymiz. Ketdik. Do'stlar, yarim stapga dasturxonchilik qilib turamiz. Ko'p oshxonamiz to'yda o'zimiz bejaganmiz. Ha, nima ekan? Mazada bu. Buni dasturxonchilikda yaxshi taraf bor. Birinchi qo'l o'zingiz bo'lasiz. Birinchi og'iz. Do'stlar, hozir eng kulminatsion jarayon bo'ladi, ya'ni o'sha payondoz solinadi yerga, shundan kuyov bola o'tib ketadi, keyin qolganlar o'shani tortadi. Bitta odam oxirida yutib olish kerak, olib olish kerak. Hozir ichkarida ko'ramiz do'stlar. Men unaqa qatnashmayman. Biz tomoshada. Erta to'lamiz. Otalarga kelishib o'ylar. Bizda mazarga keladi.
Do'stlar ko'rdinglar, payandoz tortishdi. Agar tasavvur qiling, o'sha yerda men ham bo'lib tortishganimda nima bo'ladi, bilasizmi? Kamida o'sha dali chilopchan abdastdan tagiga kirib ketib, yo kalonga kallam tegan bo'lardi. Bu ham ancha jo'stik emas. Umrimda payandoz tortishmaganman, chunki to'g'risini aytaman. Nima deydi? Yo'q, shijoatli bo'ladi, juda ham bu. Juda bir tez o'tib ketadi, shuning uchun o'zimizni asraganmiz. Tortishmagan, riskavantda. Bu ham endi qadrdonlar. Kuzatib turinglar, dars davom etadi. Assalomu alaykum. Chiqibsizlar? Hamma yoqdan o'tiraverasizlar. Ha, aziz do'stlar, oradan bir kun o'tdi. Biz mana shu Mazariyatdan keyin kechagi mana ba'zan nima deydi? Ziyofatdan keyin damda oldik. Damda olib ertalabda keldik. Bugun 8-aprel, ertalabki soat 6:15 qadrdonlar. 7ga nonushtaga aytilgan. Shahar tomonlarida nonushtaning vaqti yo'q, ya'ni ertalab turiboq bomdoddan keyin borilaveradi. Umuman boshqa joylarda, endi bu qishloqlarda qolgan bunaqa an'ana hali ham bor. Mana mahallada to'y bo'lsa, nari mahalladan to'y bo'lishi uchun bir-biri bilan kelishgan holda bittasi 7ga qilsa, ertalab nonushtani bittasi 8ga qiladi. Shunaqa kelishib qilinaveradi. Endi hozir 2-3ta qozonda ovqatlar bo'lyapti. Kanday sunnaylarni ko'rsatamiz sizlarga, cholinyapti ham. Do'stlar, ma'lumot uchun aytib qo'yay, bunaqa qatiqda, ko'katda turadiganlar bor-ku. O'zi aslida boshqa to'ylarda eng dangas odamlar turadi, chunki yoqqa bu yoqqa bilan sochib yugurganda mashq qulay deyshadi. 4 ta bersam-a? Asli qayerga? Qashqa bo'ldi ekan. Mana kelmaysanlarmi? Mana. Ovoz aka. Nijon? Kelmaysan. Suv. Do'stlar, mana hozir nonushta tugadi. Chiroyli qilib kuzatdik, qo'ldan kelgancha biz ham mastava oshlarni yedik. Endi mana hozir hamma uyiga tarqadi, ya'ni yarim soat 40 minutda hamma o'zi yuvinib taranib cho'milib, hamma chiroyli bo'lib, soch soqollar to'g'rilab. Ana undan keyin katta shimlarni kiyib to'yga boramiz. Zaks bu yog'i, o'zim Zaksni kelin-kuyovda Zaksga o'zim ham chiqaman Kadeshda. O'raman. Muhabbat nima deb so'rashganda, yodingga men kelaveraman. Faqat ajjada. Bozorga chiqibdi kulpinay. Yetkazdi, Xudojondan aylanay. Ilinib olib olay. Ayami ko'rgani boraman. Ajjada. Biz olamni degan-ku. Ayami ko'rgani boraman. Bormi? Qadrli do'stlar, ko'ryapsizlar, mana nonushtani tugatdik, xizmat yorvordik, to'yda egalari faqat meni maqtayapti. To'yda xizmat ko'rsatgan, g'ayrat degan uni beramiz deyapti. Bo'ldi, soatimiz mana Xudo xolasa
9.5 Zakisga tayyormiz. Imij nima deyapti? Orqadan gapiradiganlar orqadan ko'rsin mana. Xullas do'stlar, hozir mana kuyov bolani hozir kastim shunday yirtilib ketdi hozir. Baquvvat bo'la edi-da, oyoq ishlab borgan. Baquvvat bo'la edi, tikishyapti boshqatdan. Sekin hozir aksiya chiqamiz, kuzatib tursanglar, dars yig'ini sizlarga urf-odat hamma narsani ko'rsatib tushuntirib boraman. Allah qo'shgan bilan qo'shiqlar voy bilan o'zlaridan ko'payinglar. Mana shu joyga sog'lom juplashib kelinglar. Alloh. Juplashib kelinglar. Amiyasar ona. Shuak do'stlar, mana hozir kelinni to'yxona uy tomon to'yxonasiga borib, kelinni olib salom gap keldi. Bizda shunaqa salom bo'ladi. Qaynona-qaynotasi salom bo'ladi. Ana undan keyin Andijonga fotosessiyaga ketamiz. Fotosessiyadan keyin kelinni uyga tashlaymiz. Undan keyin kuyov navkarlik. Hali davom etadi, kuzatib turinglar. Rasa qiyin bizda to'ylar. Qadrli do'stlar, fotosessiyaga keldik. Hozir mana shu yerda 1 soat davomida kelin-kuyov fotosessiya qilib chiqadi. Oshxonalar boshida tushib ketadi. Endi men Zakisda kelin-kuyov olib chiqqanligim uchun 1 soat kelin-kuyov chirib kutaman mana shu yerda. Do'stlar, va nihoyat Zakis tugadi. Kelin-kuyovni olib keldim. Mana endi kuyovnakanlikka keldik. To'yxonaga, Asaka Arg'in degan joyda to'yxonada. Hozir endi rosa o'ynaymiz. Undan keyin kuyovnakanlik kirib, yerda ishda, undan keyin kelinni avtobusga yuklab olib ketamiz. Do'stlar, mana hozir kuyovnakalikda o'ynab, tanashunada o'ynab bo'ldik. Biz endi hozir qishloqdan Asaka tuman. Bu yerlarda o'zi Asakada kuyov bola kuyovnakalikka kelin tomonga bormaydi. Endi bizda bu qishloqda shunaqa urf-odat borligi uchun biz endi mana kuyov bola keldi. Keyin bizda o'zimizda qishloqda kelin uyga borganda kuyov bola o'tirmayapti deb uyda baqirlardi. O'zini atagan chorsi, ko'ylab masalan bersa, keyin kuyov bola o'tirib, "Olib kelinglar" deylardi, sirq solinardi, ketardi. Bu yerda endi hozir to'yxonaga keldik, sal sistema boshqacha bo'lyapti. Ya'ni bularning o'zining sistemasi bo'yicha kelin tomon sistema. Hozirdan kelin tomonga o'sha qovutni berdi. Shu sistema bo'yicha ketyapti. Mana shu debyutamizda kelinni olib bazmli to'y bo'ladi. Otarda. Mana keldi, mana sirq keldi, mana sirq keldi. Yo'q, yig'ib beramiz. Yig'ib beramiz mana hozir. Meni oshda qachondan beri gapirishadi. Mana rasa ko'p, olinglar. Mayda pul yo'q ekan, to'g'ri tushuninglar. Rost. Kameraga olayotganda nima? To'g'risini aytaman. Men bari 100 ming taliylar ekan, shunga tashamay qo'ydim. Do'stlar, mana hozir kuyov-navkarlikdan keldik. Orqamizdan kelinlar 12 kishilik xunda qanaqadir mashinada kelishyapti. Mana mashinlar bezab, mashinada xullas boshlanadi. Hozir kuyov kelinni to'nlarni kiyib, masalan, kelinni mashinada tushiradi. Qarang, abi, ko'raverasizlar.
Do'stlar, aynan mana shu holat bizni Asakadagi to'ylarda tortishuvli vaziyat hisoblanadi. Sababi mana shu moshtada kelinni olib kelishgan pananjalarga o'rab va kelinni kuyov bola ko'tarib yerga tushirib qo'yish kerak. Undan oldin esa kelin tomon pul nimalardir so'rashadi. Hozir zamon rivojlanib, telefon, $100 pul so'rashadigan bo'lib ketibdi. Oldinlari avtobusda olib kelinardi kelin, hozir zamon rivojlanib, yengil mashinalarda olib kelishyapti. Xullas kelinni bermaymiz deb turishib oldi va biz esa bitta soat va 100 ming so'm pul bilan o'rtaga odam qo'yib bu ishni hal qildik. Ota nima qo'ydingiz? Do'stlar, hozir endi kelin tayyor bo'lguncha kuyov bolani o'ynatib turamiz. Aves tagida 40 minut o'ynatamiz. Keyin boshlanadi ba'zi. Yüzündeki dağına kalbe bu şarkı sonunda bunlar güzel Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan qadam ranjida aylagan aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun sinfdoshimiz Maqsudbek do'stimizni bugun bir nikoh to'y munosabati bilan yig'ilib turgan ekanmiz. Barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Oldinga qo'yilgan noz-ne'matlardan oling deb o'tiring. 2 yoshdan bir umrga baxtli bo'lsin deb o'tiring deya. O'tirib olaveringlar. Endi men hozir hali to'y boshlaridan oldin chiqib bordim, aybga buyurmaysizlar, chunki to'y boshlarida men o'zim chaqiray deb niyat qilganman-da. Endi Maqsudbek bilan kelishgan holda bugun endi mana shu nima boshlovchi akamiz bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz, xudo xolasa. Men endi akamiz o'shab "Olimur assalomu alaykum" deb unaqa gapirishdi. Biz gaplarmaymiz, endi ular o'zlari gapiraversa, bu gaplar bular o'qiganda bular. O'shuncha o'qigan odam boshqacha barman. O'qigan odam shunaqa gapiradilar. Biz endi o'qimaganmiz, unaqa gapiramiz, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, to'y boshlariga o'zim chaqiraman, Gulnora xolam bilan Xursand og'am chaqiraman, kelinglar. Sizlarni o'zim chaqirib, bir o'zim nimalik qilmasam, kelinglar, kel. Ha, keling, zo'rg'a turibsiz-ku. Tek qo'ysa o'zini o'zi tortib chiqadi Xursand akam nima qilib. Bugun xursandchilik kun, xabari yo'qlar bo'lsa eslataman, xabari borlar biladi. Aytgandan keyin bemalol qarsak olsanglar bo'laveradi. Bugun mana shu xonadonning kattasi Xursand og'am tug'ilgan kuni bugun, bitta qarsak olsanglar bo'ladi. Bugun uzoq bo'lsa yoniga keling, voy, yoniga turing. Ha, yo'q, bugun tug'ilgan kun kechgacha 12:00 gacha bo'ladi. Xudo xolasa, ertagacha 3 kun bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin, tabriklaymiz. Biz endi mana shu bir kichik bir unutilmas, o'zi kichkina, lekin unutilmaydigan, mana xotirasi katta bo'lgan bir sovg'alar tashkil qilganmiz, o'ylaganmiz. Bittaligi sovg'a beradigan muzikalar bor, deganlarda. Mana shuni ichida ochish shunaqa sovg'a bor, faqat bugun endi ochish yo'q. Bugun endi ochish yo'q. Ehtiyot qilib bir joyga olasiz, to'ydan keyin hamma mehmonlar kuzab, keyin eshikka chiqib, hamma birov kelmay qo'yadi-yu, ashmatni oching. Bu yerda talamon, talash, o'laman sotdor, menga soting, 100 million beraman, 50 million beraman bo'lib ketib qoladi. O'sha uchun qanday javob berasizlar mana sizga? Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Endi biz tabrikladik. Olib qo'yib turinglar sovg'alarni. Ishonchli odamlarga beringlar, ha? Ungacha ko'p ketmasin. Xo'p, sinfdoshlarimizdan bir yoshligidan juda bir mehnatkash bir do'stimiz bor. Abdullo, birgalikda Anvar to'y. Qani kelinglar ikkovinglar. Qizlarga gap otarding. 46 stadionida yotarding. Saqami yo'q? Bozor boshida ham yotarding. Bo'ydoqlik gashtini totarding. Bo'ydoqliging yaxshi edi. Xo'p, yaxshi bola eding. Xo'p, yaxshi bola eding. Kimdan shapalo eding, bo'ydoligi yaxshi edi. Tunlari bedor eding, uxlamasdan sen tunlari bedor eding, 2006larda sumalayda ham bor eding. Bo'ydoqliging yaxshi edi.
Uylandim deb unutvordi jo'ralarni. To'yxona yo'lik palov ko'ralar. Endi Mana qadrli do'stlar, to'yimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kechki soat 5:40 bo'ldi. Mana kelinga ruxsat berildi, kelin kirib ketdi. Hozir endi kuyov bolani qarindoshlari, bir ikkita oshna og'aynilar alohida to'y tugagandan keyin o'zlari o'ynashyapti. Xullas kalom, bizni urf-odatlarimiz mana shunaqa, ko'rgan bo'lsanglar. Sizlarning urf-odatinglar qanaqa? Sizlarda ham bizga o'xshash urf-odatlar bormi? Biz Andijon Asaka Qoratepa qishlog'idagi urf-odatni ko'rsatdik. Kim qayerdan kuzatyapti? Bizni ko'rib turgan sizlarda, tumaninglarda, shaharinglarda, qishlog'inglarda to'ylar qanaqa urf-odatga ega? Shu narsani shunchaki bir yoritmoqchi bo'ldim. Shu paytgacha hech qaysi oshnamiz to'yda bunaqa to'yda yoritmagan ekanman. Shunga men yoritay dedim. Do'stlar, sog' bo'linglar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, charchamanglar, yaxshilikni ko'rishing.